Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan listening qilmaymiz, aksincha reading qilamiz, chunki reading qilmaganimizga ham ancha bo'lib ketibdi. Buning uchun har doimgidek ELS kitobidan keyingi matn Attitudes Towards Money, ya'ni pulga nisbatan munosabat deb nomlangan matnni o'qiymiz, tahlil qilamiz, tarjima qilamiz, yangi so'zlarni o'rganamiz, grammatik strukturalarni ham o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Matnni tarjima qilishdan oldin uni bir eshitaylik. Kichkina listening ham bo'lsin bizga. Oxirida yana bir marta eshitamiz tarjima qilgandan keyin. Generally, people are classified into three categories according to their attitudes towards money: misers, spenders, and economizers. Misers seem almost obsessed with the idea of saving, so they accumulate money in banks if their income is large, or in the house, stuffed in mattresses or under the living room rug, if they are low-income people. They deprive themselves of many things and spend money just on the most essential things. Spenders are people who have a tendency to spend too much on too many unnecessary things. They are often too generous, making elaborate gifts to friends and family. Credit cards in some spenders' hands are often dangerous weapons. They become addicted to using them, only to regret it later when the bills come in and they are unable to pay. Economizers are practical people who spend wisely, usually making use of a budget. They can enjoy more and various material things and activities due to their careful utilization of funds. They spend in moderation and save in moderation for their future retirement or the education of their children. Of these three types of people, economizers are what most of us are having to be in our age. The acute problems of inflation, shortages, and low salaries are forcing us to become economizers. It is the only way to be if we are to survive in the future. Hopefully, the misers and big spenders will modify their extreme attitudes towards money in these circumstances and convert into economizers. Demak, generally people are classified into three categories according to their attitudes towards money. Demak, umumiy qilib aytganda generally odamlar towards money, pulga nisbatan their attitudes, munosabatlariga according to qarab three categories, uchta kategoriyaga are classified into bo'linadilar. Demak, yokida sinflashtiriladilar. Mana bu classify degani sinflashtirmoq, ya'ni bo'lmoq, ajratmoq, sinflashtirmoq degan ma'noni beradi bizga. According to degani endi ga nisbatan, ga qarab degan ma'nolar kelyapti hozir bu kontekstda. Attitude bu munosabat degani. Towards nisbatan yokida ga bo'lgan ma'noda bo'lyapti degan hozir bu yerda. Umuman olganda, umumiy qilib aytganda odamlar ularning pulga bo'lgan munosabatlariga qarab uchta turga, uchta kategoriyaga sinflashtiriladi, bo'linadi. Misers, spenders and economizers. Demak, miserlar sarflovchilar, ya'ni miser bu xasis, juda ham nima deydi? Eng kerakli narsadan boshqa narsaga pul sarflamaydigan odamlardan qisqa qilib aytganda. Spenders bu miserni aksi, juda ham ko'p narsalarga, keraksiz narsalarga ham pul sarflab yuboradiganlar va tejamkorlar, economizers. Demak, misers seem almost obsessed with the idea of saving. Demak, boyagi miserlar qarang, eng kerakli narsadan boshqa pul sarflamaydigan narsalar, odamlarda, ya'ni aytaylik, ular hamma narsadan pulni tejishadi. O'zlariga ba'zida kerak bo'lgan narsalardan ham, eng muhim bo'lgan narsalardan ham pulni tejaydigan odamlar miser deyiladi. Demak, mana shu yerda aynan shu haqida gap ketyapti. Demak, obsessed with, to be obsessed with degani bu butun xush xayoli bilan o'sha narsaning ichiga kirib ketgan degan ma'noni beradi bizga. Ya'ni qiziqqan desak sal noto'g'riroq tarjima bo'lib qoladi-yu, lekin nima deydi? Ana qaram holda qiziqish bo'ladi-ku, o'shanaqa. Ya'ni obsessed, to be obsessed with yoki obsessed with bu ham negativ shaklda kelishi mumkin, ham pozitiv shaklda kelishi mumkin-da. Hozir men aytaylik, misol aytsam, most of my students are obsessed with playing
video games. Ko'pgina meni studentlarim video o'yinlar o'ynashga sho'ng'ib ketishgan. Ya'ni ularning butun es-hush hayollari o'sha video o'yinlar o'ynashda degan ma'noda. Obsessed with. Tushuntira oldim, qanaqa tarjimani beradi bizga. Demak, mana shu boyagi xasis odamlar ko'rinishadiki yoki da tuyulishadiki, o'sha the idea of saving, o'sha saqlash, tejash emas, aynan saqlash, saqlab ko'paytirish ma'nosida. G'oyasiga butun nima deydi, kallasi bilan shug'ib ketganday tuyulishadi, deyapti. Ya'ni mana bu sim tuyuladi, ko'rinishadi-da. Ya'ni boyagi xasislar o'sha pul saqlash g'oyasiga butun miyasi bilan sho'ng'ib ketganday tuyuladi deb aytayapti. So they accumulate money in banks if their income is large, or in the house stuffed in mattresses or under the living room rug if they are low income people. Demak, shuning uchun they accumulate degani yig'moq. Mana bu save, accumulate ikkalasi ham umumiy ma'noda bunday yig'moq, to'plamoq ma'nosida keladi. Ya'ni accumulate ko'proq to'plamoq, yig'moq ma'nosida. Shuning uchun agar ularning daromadi katta bo'lsa, ya'ni income bizda daromad, large kattada. Agar ularning daromadi katta bo'ladigan bo'lsa, ular pullarini banklarda yig'ishadilar yoki uyda yig'ishadilar ma'nosida, yoki uyda yig'ishadi. Stuffed in mattresses, matrasni ichiga tiqib tashlagan holda. Mana bu stuffed, biz yaqinda o'sha The Lion King multfilmini tahlil qilayotgan paytimiz "Oh, I'm stuffed" degan gap eshitdik. Voy, bo'kib qoldim degan ma'noda keladi. O'shanda to be stuffed, bo'kib qolmoq ma'nosida keladi. Bu yerda hozir tiqib tashlamoq ma'nosida kelyapti. Stuffed in mattresses degani matraslarning ichiga tiqib tashlangan. Or under the living room rug. Rug degani bizda gilam. Gilam ma'nosida kelyapti. Living room bu o'sha mehmonxona gilam yoki mehmonxona gilami ostida. If they are low income people. Demak, low income degani kam daromadli odamlar, high income bo'lsa ko'p, katta daromadli odamlar nazarda tutiladi. Demak, agar ular kam daromadli odamlar bo'lsa, ya'ni agar tepada bor edi, if their income is large, agar ularning daromadi katta bo'lsa, ular pullarini banklarda nima qilishadi? Yig'ishadi. Yoki uylarda yig'ishadi, matras tagiga tiqib tashlab yoki da matrasning ichiga tiqib tashlagan holda, yoki da o'sha mehmonxonaning gilamini ostida yig'ishadi, agar ularning daromadlari kam bo'lsa, if they are low income people. They deprive themselves of many things and spend money just on the most essential things. Okay. Mana bu deprive degan so'z bu of predlogi bilan keladi. Mana bu spend degan so'z esa bizda on predlogi bilan keladi. Demak, bu narsani esda saqlaymiz. Xo'p, deprive of degani o'zini mahrum qilmoq degan ma'noda kelyapti bizda. Xo'p, ular o'zlarini ko'p narsalardan mahrum qiladilar va faqatgina, mana bu faqatgina on the most essential things, eng muhim narsalarga pul sarflaydilar. Spenders are people who have a tendency to spend too much on too many unnecessary things. Demak, ana endi gap boyagi ko'p xarajat qiladigan, ko'p sarflaydiganlar haqida ketyapti. Shu paytgacha biz xasis, umuman sarflamaydiganlar haqida gaplashdik. Endi juda ham ko'p xarajat qiladiganlar haqida gaplashamiz. Demak, spender xarajat qiluvchilar, ko'p xarajat qiluvchilar shunaqangi odamlarki, ularda moyillik bor. Mana bu tendency so'zi hozir moyillik ma'nosida kelyapti va mana bu gapning o'zi relative clause degan gapda konstruksiya bo'yicha kelgan, mavzu bo'yicha. Demak, boyagi pul ko'p sarflaydiganlar juda ham ko'p pulni juda ham ko'p keraksiz narsalarga sarflashga moyilligi bor odamlar. Mana bu moyillik tendency o'sha ma'noda kelyapti hozir bu yerda. Boya aytganimdek relative clause'da qilingan gap ingliz tilida juda ham odatiy gap eshitiladi, lekin o'zbek tiliga oyoq osmondan tarjima qilinadi. Bu narsani biz ancha oldin reason qilganimizda eshitib tushunganmiz, to'g'rimi? Demak, unnecessary degani keraksiz degani.
Demak, tendency degani moyillik degani. Ya'ni spend bilan qolgan narsalarni biz o'rgandik. They are often too generous, making elaborate gifts to friends and family. Demak, ular ko'pincha shu do'stlari va oilasiga qimmatbaho, noodatiy sovg'alar qilish bilan juda ham saxiydirlar. Tushuntira oldimmi nima bo'lyapti? Ya'ni ular tez ko'pincha o'sha oilasi va oila a'zolariga va do'stlariga juda ham qimmatbaho, noodatiy katta sovg'alar qilish orqali saxiylik qilishadi, deyapti. Demak, mana bu generous, saxiy, elaborate degani mana aynan shu qimmatbaho, noodatiy bir katta bo'lgan narsalar nazarda tutiladi. Tushunarlimi? Demak, credit cards in some spenders' hands are often dangerous weapons. Demak, credit cards. Bizda kredit kartalari bor yo'qligini bilmayman-ku, lekin Yevropada, Rossiyada, Amerikada kreditka deyishadi bu narsani. Bank sizga kredit kartasini beradi va siz o'sha karta bilan, bu xuddi o'zimizdagi xuddi oddiy nasiya savdosiga o'xshaydi. Siz borasiz, bank puliga narsa sotib olasiz, undan keyin bankka keyinchalik o'sha pulni foizi bilan qaytarib to'lab berasiz. Mana shuni kredit kartalar deyishadi. Demak, o'sha kartalar in some spenders' hands ba'zi o'sha sarflovchilarning qo'llarida are often dangerous weapons. Ko'pincha juda ham xavfli quroldir, deyapti. Demak, o'sha kartachalar juda ham katta qurol, xavfli qurolga aylanadi, deyapti. They become addicted to using them, deyapti. Demak, become addicted degani qaram bo'lib qoladilar, qaram bo'ladilar, o'sha. To using them, ularni ishlatishga, ya'ni boyagi spenderlar kartalarni ishlatishga qaram bo'lib qoladilar. Only to regret it later when the bills come in and they are unable to pay. Demak, buni qanday tarjima qilamiz? Sarflagan pullariga bankdan o'sha pulni foizi bilan qaytarish bo'yicha cheklar kelganida ular to'la olmaganliklaridan nima deydi? O'sha pullarni sarflaganliklari uchun afsus qilishlari uchun. Sal g'alati o'zbekchaga tarjima bo'ldi. Ingliz tilida juda ham nima deydi? Tabiiy eshitiladi-yu bu gap, lekin ular o'sha narsani bilib turib ham degan ma'noda kelyapti-da. Ya'ni to'la olmay qolsa, bekor olibman, bekor sovg'a qilibman, bekor ko'p xarajat qilibman deyishlarini bilib turib ham, ya'ni shuni afsus, mana regret da, keyinroq afsus qilishlarini bilib turib ham o'sha kartalarni ishlatishga qaram bo'lib qoladilar. Come in, kelmoq, they are unable to pay. Unable degani qodir bo'lmaslik degani, to pay to'lashga. Ya'ni o'sha ma'noda kelyapti. Economizers are practical people who spend wisely. Ana endi biz birinchi misers qildik, ya'ni juda ham xasis, hech narsaga sarflamaydigan, pul sarflamaydigan odamlar. Undan keyin spenders, hamma narsaga keragidan ortiq, keraksiz narsalarga ham pul sarflaydiganlar. Mana endi uchinchisi bu economizers, bu tejamkorlar haqida endi gaplashamiz ekan. Economizers are practical people who spend wisely, usually making use of a budget. Demak, make use of a budget degani o'sha o'zida bor puldan unumli foydalanish degani, ya'ni pulni to'g'ri taqsimlab undan foydalanish degan ma'noni beradi bizga. Ko'rpangga qarab oyog'ingni uzat degan gap bor-ku, o'shanga o'xshash. Demak, tejamkorlar are practical people. Practical degani bu reja asosida, spender bu xayolan yashaydigan, emotsiyaga berilgan odamlarda, ular hozir olayin, keyin qanday bo'lsa ham to'layman-da deb nima deydi, reja qilmaydigan, kelajakda o'ylamaydigan odamlar ekan, spenderlar. O'shani economizers practical deyapti. Practical bu aytganda reja bilan, strategiya bilan, kelajakda o'ylagan holda, ya'ni emotsiyaga berilmagan holda ish tutadigan, mana shu practical. Tushunarli? Shunaqa odamlar, economizers, tejamkorlar mana shunaqa odamlar. Who spend wisely, ya'ni oqilona sarflaydigan odamlar deyapti. Tushunarlimi? Mana bu wisely degan bu yerda hozir oqilona, donolik bilan, aql bilan sarflaydigan odamlar. Usually making use of a budget. Odatda o'zlarini o'sha o'zlaridagi bor puldan to'g'ri foydalanib,
mana bu making degan o'sha foydalanib degan qo'shimchani bizga beryapti. Ya'ni tejamkorlar o'zlaridagi bor puldan to'g'ri foydalanib oqilona pul sarflaydigan, reja asosida pul sarflaydigan odamlar deyapti. Demak, they can enjoy more and various material things and activities due to their careful utilization of funds. Demak, careful utilization of funds degani pullardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish degani. Mana bu utilization bu foydalanish, ishlatish, funds bu o'sha pul, tushunarli? Careful o'sha nima ehtiyotkorlik bilan. Demak, ular o'sha pullardan, ya'ni o'zlarining pullaridan ehtiyotkorona foydalanishlari sababli, mana bu due to sababli ma'nosida kelyapti. Ko'proq va turli xil o'sha materialistik narsalardan va har xil mashg'ulotlardan zavqlanishlari mumkin. Ya'ni ular har xil o'zlariga narsalar sotib olishlari mumkin yoki har xil mashg'ulotlarga borishlari mumkin yoki aytaylik o'sha sayohatmi yo shunga o'xshashda. Shu o'zlaridagi pullardan ehtiyotkorlik bilan foydalanganliklari sababli deyilyapti. They spend in moderation and save in moderation. Demak, ular me'yori bilan pul sarflaydilar va me'yori bilan pul tejaydilar. For their future retirement, ya'ni o'zlarining kelajakda nafaqaga chiqishlari uchun yoki the education of their children, farzandlarining ta'limi uchun. Ya'ni ular o'sha kelajak uchun me'yorda pul tejaydi va hozirgi davr uchun me'yorda pul sarflaydi, hozirgi o'sha rohati jonlari uchun degan ma'noda. Of these three types of people, mana shu iborani yodlab qo'yish kerak. Dan degan ma'noni beradi. Mana bu of these bo'lyapti. Demak, mana shu 3 ta turdan, of these three types of people, mana shu 3 ta turdagi odamlardan economizers are what most of us are having to be in our age. Tejamkorlar in our age, bizning davrimizda bo'lishimiz kerak bo'lgan o'sha turdir. Ya'ni bizning aksariyatimiz, odamlarning aksariyati bizning davrda aynan tejamkorlar turidan bo'lish kerak degan ma'noda kelyapti. Undan keyingisi the acute problems of inflation. Acute degani bu o'tkir degani. O'tkir, kuchli degan ma'noda kelyapti. Endi bu yerda inflyatsiyaning o'sha kuchli, og'riqli muammolari shortages, yetishmovchiliklar and low salaries va kam salary, kam ish haqqilar are forcing us, bizni majburlayapti, bizni nima deydi, bizga bosim qilyapti to become economizers, tejamkor bo'lishimizga. Ya'ni inflyatsiyaning o'sha muammolari, yetishmovchiliklar va kam ish haqqi, kam oyliklar bizni tejamkor bo'lishga forcing, majburlayapti. It's the only way to be. Bu bo'lish kerak bo'lgan yagona yo'l. Ya'ni bu ketishimiz kerak bo'lgan yagona yo'l. If we are to survive in the future, agar kelajakda yashab qolishni, kelajakka yetib borishni, ya'ni survive bu yerda hozir tirik qolmoq ma'nosida keladi, lekin bu kontekstda o'sha kelajakda yashab qolishni xohlasak, ya'ni kelajakda yashab qolishimiz kerak bo'lsa, mana bu to be to verb, ya'ni to be to verb konstruksiyasi odatda kerak degan tarjimani bizga beradi. Bu kontekstda endi hozir har xilcha gapirishimiz mumkin-da. Agar kelajakda yashab qolishni xohlasak, yashab qolishimiz kerak bo'lsa, biz mana shu it's the only way to be, economizer yo'li, ya'ni tejamkorlar yo'li yagona yo'l, bo'lish kerak bo'lgan yagona yo'l deyapti. Hopefully, umid qilamizki, the misers and big spenders will modify their extreme attitudes towards money in these circumstances. Demak, umid qilamizki, bunday sharoitlarda, in these circumstances, bunday sharoitlarda boyagi misers, haddan ziyod nima deydi, xasislar va judayam ko'p haddan ziyod
nima pul sarflaydiganlar their extreme attitudes. Extreme degan haddan ortiq deganda o'sha noodatiy haddan ortiq munosabatlarni, ya'ni pulga bo'lgan munosabatlarni will modify. Modify degani change, adjust deganda, ya'ni to'g'rilamoq degani, o'zgartirmoq degani. O'zgartiradilar. And convert into economizers. Va convert into degani ga o'tadilar, ga o'zgaradilar, bo'ladilar degan ma'noni beradi. Ya'ni convert into da. Va o'sha tejamkorlarga aylanadilar. Mana aylanmoq ma'nosida ham kelyapti. Demak, umumiy ma'nosini aytsak, umid qilamizki, xasislar va juda ham ko'p sarflaydiganlar bunday sharoitlarda o'zlarining pulga bo'lgan o'sha ekstrem, ya'ni haddan ortiq munosabatlarini o'zgartiradilar va bizga o'xshab tejamkorlarga aylanadilar. Xo'p, o'ylaymanki matn siz uchun tushunarli bo'ldi. Biz boshida bir kichik listening chaqib oldik. Ana endi hozir yana bitta listening qilsak, sizni ham readingingizni, ham listeningizni yaxshilash uchun o'ylaymanki, mana endi ikkinchi marta eshitayotgan paytingiz ko'p narsani tushunib eshitasiz. Bu sizni eshitishingizni ham ancha-muncha yaxshilaydi. Boshlaymiz. Generally, people are classified into three categories according to their attitudes towards money: misers, spenders, and economizers. Misers seem almost obsessed with the idea of saving, so they accumulate money in banks if their income is large, or in the house, stuffed in mattresses or under the living room rug, if they are low-income people. They deprive themselves of many things and spend money just on the most essential things. Spenders are people who have a tendency to spend too much on too many unnecessary things. They are often too generous, making elaborate gifts to friends and family. Credit cards in some spenders' hands are often dangerous weapons. They become addicted to using them, only to regret it later when the bills come in and they are unable to pay. Economizers are practical people who spend wisely, usually making use of a budget. They can enjoy more and various material things and activities due to their careful utilization of funds. They spend in moderation and save in moderation for their future retirement or the education of their children. Of these three types of people, economizers are what most of us are having to be in our age. The acute problems of inflation, shortages, and low salaries are forcing us to become economizers. It is the only way to be if we are to survive in the future. Hopefully, the misers and big spenders will modify their extreme attitudes towards money in these circumstances and convert into economizers. Shu bilan bugungi tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, siz uchun bu juda ham foydali video darslik bo'ldi. Yangi so'zlarni o'rgandingiz, yangi strukturalarni ham balkim o'rgangandirsiz. Reading qilishda to'xtamang, listening qilishda to'xtamang. Ingliz tilini o'rganishning yagona yo'li bu faqatgina uni praktika orqali o'rganish. Boshqachasiga o'rganib bo'lmaydi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.